hali bir mashinasidan qolganmiz. Bunga qilayotgan ishlar Rover kolonkasi oqizvorgan. Hozir mana buni yechib oldik. Juda yomon og'ir ahvolda. 1,5 oy oldin qilib berishgan ekan, qattiqdir bolalar. Hozir boshqatdan saniya olib keltiramiz. Bundan oldin videomda o'tib ko'rsatdim. Nissan salisini qoqaman deb. Xudo xohlasa o'zini qoqib, inshaalloh chiroyli holatda chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Malibu Rover yechib oldik. Vallahi yaxshi. Kustanlari joyda. Mana 1,5 oy oldin qo'yib berishgan salnisi. Bu salnini Rover ichiga qo'shayotgan paytda ichidagi prujinasi chiqib ketadi. 80% o'zini salnisi chiqib ketadi. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana turibdi mana. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato, hammasida stopper bo'ladi. Stopper olmoqchi bo'lganda bolalar mashinadan teshib qo'yishgan. Imminni salni o'tiradigan joydan teshib qo'yishgan. Bu yerdan ham plyus oqizib yuborgan. Bu ruloyimizda ikkita joydan oqizib yuborganligi uchun mashina polniy moy holatda kelganda. Ishni nima qilish kerak? Bitish qilishdan oldin yaxshilab harakat qilib, qarab ko'rish kerak. Hozir salning ham videolarini ko'rsataman. Birodarlar o'zingizlar ko'rib bila olasizlar. Kimda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, menga aloqaga chiqarasizlar.